O'g'lar hammaga assalomu alaykum. Mana kecha qo'ygan videomizdan keyin yana bitta granata haqida video. Hozir buni ichidan yog'ni o'rniga ana suv chiqyapti. Ichi to'la suv bo'lib ketgan и granatadan o'ta qattiq ovoz chiqib qolgan. Pinnilari ana bu arkasi yitilib ketgan. Orqa tomonidan suv turgan. Granata ketib qolgan. Hozir bunga yangi granata pinnilari yangi mana bunaqa qat kapronoviy alohida sotiladi. Обязательно mana shu pinnidan qo'yish kerak. Videolarimiz sekin samarasini beryapti ekan. Hozir mana shu lasetimizni egasi ham to'g'ri kelib granata qo'yish kerak deyishdi bizga. Qaysi tomonligigacha bilar ekan. Hozir biz ishimiz sekin Xudoga shukr o'zi yengillashib boryapti. Uje diagnostika qo'ygani ham umuman nima qolmayapti. Imkoniyat qolmayapti bizda. Shoplar o'zi kelib qachonligi ketsa ham, granatasi ketsa ham qaysi tomonligigacha aytib berishyapti. Malades, gap yo'q. Foydamiz tegayotgan bo'lsa bitta xursand bo'lamiz. Hammaga rahmat.